Endi esa o'zinglarni loyihalarga qanday tayyorgarlik ko'rish bo'yicha sizlarga ozgina tushuncha berib o'taman. Buni o'qituvchilaringlar sizlarga tushuntirgan bo'lishi kerak, buni bilamiz. Baribir yana ozgina qo'shimcha qilib, qanday qilib, chiroyli qilib o'sha shuncha ishlagan loyihalarni ko'rsatib berish kerakligi haqida gaplashamiz. Chunki agar shuncha ishlab keyin loyihani chiroyli prezentatsiya qilolmasanglar, qolganlar ishlaganinglarni ko'rmagan bo'ladi, to'g'rimi? Keyin ishlaganinglarni ko'rmasa, bu bolalar dangasalik qilibdi-da, hech nima qilmabdi-da, ko'rsatib berisholmadi-yu, deyishlari mumkin. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun biz prezentatsiyamizni loyihamizdan ham yaxshiroq qilib ko'rsatib berishimiz kerak. Va buni biz qanday qilamiz? Har bitta taqdimotni o'zini etaplari bo'ladi. Sizlarda taqdimotinglarda ham bir ikkita aniq har bitta taqdimotda kerak bo'ladigan punktlari bor va shu narsalar haqida ketma-ket gaplashib ketamiz. Xo'p. O'zi taqdimotlar asosan qanday etaplarga ega bo'ladi? Birinchi bo'lib, biz doim muammo haqida gaplashamiz. Muammo deganda atrofimizda qanday muammoni yechmoqchimiz? Qaysi muammo doim qashimizga tegadi, to'g'rimi? Har doim ko'ramiz-u, lekin hech nima qilmaymiz. Shunaqa muammolar atrofimizda ko'p. Uylarimizda, maktablarimizda o'sha muammolarga sizlar yechim topishinglar kerak bo'ladi. Agar sizlarni yechiminglar hech qanaqa muammoni yechmasa, unda maqsad nima bo'ladi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta hozir ham o'zinglarga savol beringlar. Men qilgan loyiha o'zi foydalimi? Qanaqa muammoni yechadi? Kimga yordam beradi? Bu muammo haqida yana ozgina gaplashamiz. Ikkinchisi albatta yechiminglar. Bu mana aytib o'tganimdek, ishlab, o'zinglar yig'ib, Arduino'dami, kompyuterdami, kod bilanmi ishlaganinglarni ko'rsatib berishinglardir. Ya'ni yechiminglar muammoga doim ulangan bo'lishi kerak. Yechimni ko'rsatganinglardan keyin auditoriya. Auditoriya oddiy so'z bilan gapirganda kim uchun bu loyihani qilayotganinglarni ko'rsatib berishinglar kerak. Ya'ni mana shu loyihani qurib bo'ldinglar, birinchi bo'lib kimga olib borasizlar? Kimni hayotini yaxshiroq qilmoqchisizlar shu loyiha bilan? Shuni 3-punkt bilan tushuntirib berishinglar kerak. Va oxiri kelajak. Ya'ni kelajakda buni qanday qilib takomillashtirasiz? Chunki biz tushunamiz, maktabda yoki sinfda qilayotgan paytinglarda loyihalarni aniq oddiyroq qilishinglar mumkin. Chunki prototiplarda ham biz oddiy narsalarni xohlaymiz. Nima uchun? Sizlar kelajakda buni qanday qilib ko'rsatib bera olishinglar uchun. Ya'ni shu slayd albatta bo'lishi kerak. Ya'ni mana hozir men mana bunaqa narsani yig'dim, lekin kelajakda buni yaxshiroq qilishim mumkin deb tushuntirib berishinglar kerak. Slaydlarga vaqt bo'yicha bu yerga ahamiyat bermasanglar bo'ladi, chunki o'zinglarni reglamentlar bo'yicha vaqtlar bo'lishi mumkin. Aha. Va lekin ko'pincha taqdimotlarda taqdimotlarga 3, 4, 5 daqiqa vaqt beriladi. Uni ichida sizlar loyihalarni ko'rsatib berasizlar, tushuntirib berasizlar va keyin sizlarga savollar berishlari mumkin. Ya'ni bu qanday ishlaydi, nima uchun bu loyihani oldinglar, shunga o'xshagan savollar bo'lishi mumkin. Va bu tarafi ham judayam muhim taraflardan hisoblanadi. Nima uchun? Chunki siz kimgadir birinchi bo'lib loyihangizni ko'rsatyapsiz va ular o'zini fikrlarini aytyapti. Bu haqida biz muammo va yechim slaydlarida ham ozgina gaplashamiz. Endi har bitta slaydga keladigan bo'lsak, hammamiz loyihani chiroyli ko'rsatib bera olishimiz kerak dedim. Qanday qilib loyihani chiroyli qilib ko'rsatib bersa bo'ladi? Uni atrofida qiziq hikoyami, qiziq elementlarni qo'shib. Ya'ni masalan loyihangiz oddiy quticha bo'lsa, unga chiroyli nom berishingiz mumkin. Masalan, bilmadim, qanaqadir
gold boxda, masalan ingliz tilida bo'lsa tilla quticha, shunga o'xshagan nom qilsangiz hamma o'ylanib qoladi. Bu nima degan ekan, nima loyiha qilar ekan deb odamni qiziqtirishingiz kerak bo'ladi. Shu qiziqtirish uchun loyihangizga nom yoki chiroyli rasm tayyorlashinglar mumkin. Sizlar prezentatsiya qilmaysizlar ekan deb eshitdim, lekin bu narsalarni ham nazarda tutganinglar ma'qul. Chunki oddiy qog'ozga ham rasm chizishni yaxshi ko'rsanglar kerak. Oddiy qog'ozga ham birorta logoni chizib, mana bizni loyihamiz shunaqa nomlangan, uni rasmi mana bunaqa deb ko'rsatib bersanglar ham hamma hayron qoladi. Va masalan, oddiy aqlli qo'ng'iroq loyihasini qiladigan bo'lsam, men unga mana bunaqa chiroyli rasm qo'yib qo'yardim. Chunki hammani esida qoladi bu rasm. Agar nomimiz esimizdan chiqib ketsa ham, shu rasm hammani ko'z oldida qoladi va sizlarni loyihanglarni eslab qolishadi. Loyihani ko'rsatayotgan paytinglarda sizlarni eslab qolishlariga harakat qilinglar. Chunki masalan demo kunda ham ko'p o'quvchilar o, loyihalarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Qanday qilib sizlarda eshitgan odamlar sizni loyihangizni eslab qolishlari haqida ham o'ylashimiz kerak. Keyingi muammo slaydimiz. Mana aytib o'tdim, muammolarimiz ko'p deymana. Biz ham shunaqa muammolarni yig'gan holatda mana oddiy rasmlarni qo'ydik bu slaydlarga. Ikkinchi etapi, ya'ni loyihangizni tushuntirganingizdan keyin qanday muammoni yechishingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Muammoni tanlayotganda uni o'zingizga yaqinroq muammolarni olib ko'rsatib bersangiz, ya'ni maktabda, sinfda, o'rtog'ingiz bilan qandaydir muammolar bo'lsa yoki uyda, partangiz ustida qanday muammolar bor? O'sha yechimingizni qaysi muammoga ulashishingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Va agar siz global emas, katta, butun dunyodagi emas, oddiy o'zingizni uyingizdagi muammoni yechib bera olsangiz, texnologiyalarni ishlatib, biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik, chunki bizga bu muammolar yangi bo'lishi mumkin. Va biz qiziqqan bo'lardik, shu yangi muammolarni qanday hal qilarkansiz loyihangiz bilan degan degan holatda. Muammoni gapirayotganingizda nimani gapirishingiz kerak? Birinchi bo'lib, muammoni aniq tushuntirib berishingiz kerak. Ya'ni ko'p so'zlarni ishlatmasdan oddiygina qilib, men shu mana maktabda partani tagidagi musorlarni muammosini yechmoqchiman. Masalan, kim uchun zararli bu muammo? Kim qiynaladi bu muammoni deb. Masalan, o'qituvchilar, yoki uborkaga kiradigan odamlar, yoki o'zinglar ham o'tirasizlar shu partani oldida, yoqmasligi mumkin, to'g'rimi? Shu odamlarni tushuntirib berasiz. Va keyin nima uchun bu muammoni yechish muhimligini bizga tushuntirib berishingiz kerak. Aytib o'tganimdek, ko'pchilik bu muammolarni bilmasligi mumkin, lekin sizlar ularga buni tushuntirishinglar kerak. Masalan, muammoni gapiradigan bo'lsak, har kuni bitta o'qituvchi butun kunini qo'ng'iroq chalishga sarflaydi. Ba'zida qo'ng'iroq kechikadi yoki erta chalinadi. Bu dars tartibini buzadi. Mana shu muammoni tushuntirgan holatingiz hisoblanadi. Xo'p. Endi yechimga keladigan bo'lsak, muammoni tushundik degan umiddaman. Endi muammoga qo'shilgan holatda qanday yechim o'ylab topdingiz? Loyihangizga nimani ishlatdingiz? Loyihani qisqacha ta'rifini tushuntirib berasiz. Loyihangiz qanday ishlaydi? Nima qilish kerak loyihangizni ishlatish uchun? Nimalar qilsa bo'ladi loyiha bilan? O'sha funksiyalarni ham gapirib berishingiz kerak. Va ta'lim tarafidan qanday komponentlarni ishlatdingiz va nimaga shu komponentlarni ishlatganingizni tushuntirib bersangiz, biz xursand bo'lardik, chunki biz hammangiz texnologiya bo'yicha ko'proq narsani bilib olishinglarni xohlayapmiz va shuni bizga ko'rsatib bera olsangiz, nimani o'rganganingizni hamma xursand bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, EduSync loyihasi. EduSync bu maktablar uchun yaratilgan aqlli elektron qo'ng'iroq va dars vaqtini boshqarish tizimidir. Qurilma Arduino asosida ishlaydi va dars jadvaliga mos ravishda
qo'ng'iroqlarni avtomatik tarzda boshqaradi. Va buni nima foydasi bor? Qanday komponentlar ishlatilgan? Shu narsalarni tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu demo video. Biz demo deyapmiz. Kimdir biladimi demo nimaligini? Demonstration. Ingliz tilini o'qiganlar bormi? Kim javob bersa 5 baho qo'yib beradi o'qituvchilar. Yo'qmi, bilmaymizmi? Ikkichimizmi? Kimdir ha deyapti. Xo'p, demo degani demonstration, ya'ni ko'rgazma hisoblanadi. Bu narsalarni ishlatganinglardan keyin buni ko'rsatib berishinglar kerak, to'g'rimi? Agar ha ishlayapti deb ko'rsatish paytida ishlamay qolsa, nima bo'ladi? Voy qilmabdi deb hamma shunaqa deb o'ylashi mumkin. Bunaqa narsa bo'lmasligi uchun biz ko'pincha demo video qilamiz, lekin sizlar просто loyihalarda o'zi qanday ishlashini ko'rsatib berishinglar kerak bo'ladi. Unda nima qilasizlar? Loyihani yoqasizlar, hamma knopkalarni bosasizlar, funksiyalar qanaqa ishlash haqida ko'rsatasizlar va kimgadir ishlatib ko'rishga berasizlar. Masalan, siz 100% bilasiz bu loyihangiz qanday ishlashini, to'g'rimi? Lekin menga bersangiz, men tushunmasligim mumkin. Keyin bunday qilib biror yerini noto'g'ri bosganda siz tushuntirishingiz mumkin yoki men ishlatib ko'rib, ha bu joyi yaxshi ekanu, boshqacharoq ishlasa menga yaxshi qulayroq bo'lardi-da degan fikrni berishim mumkin sizlarga. Agar o'sha narsalarni ham o'zingiz videoyingizda ko'rsata olsangiz, oddiy mana masalan bitta o'quvchi qilyaptimi, o'rtog'ingizdan so'rab ko'ring. Mana ishlatib ko'r, bitta videoga olay, 10 sekund. Stoloviyda bulchka beraman keyin deb nima qilsangiz ham menimcha yordam berishadi. Keyin shuni videoga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Unda loyihangiz qanday ishlashini ko'rsatishingiz kerak. Biz mana oldingi demo kunlardan sizga bir ikkita videolar tayyorlab qo'ydim. Qiziq loyihalarimiz haqida. Xo'p, bu agar nimani ko'radigan bo'lsak, aqlli qo'ng'iroqni ko'radigan bo'lsak, sal ovozi baland bo'lib ketmasin. Dars boshlandi. Qanday ishlayapti? Kolonkaga ulangan. Bari ko'rsatilgan. Hamma narsa to'g'ri ishlayapti. Dars boshlandi yoki tanaffus degan narsani tushuntirib berishyapti. Keyingi loyihamiz masalan. Keyingi loyihamizda energiya tejovchi aqlli sinfxona loyihasini yaratdik. Men bu loyihani yaratish uchun kerakli bo'lgan qurilmalardan Arduino, LED lampalari, jumper simlar, relay modeli, pir sensori va quvvat batareyalaridan foydalangan holda ushbu loyihani yaratdik. O'quvchilarga sinab ko'rishga beramiz. Vau, ustoz zo'r-ku. Yoqdimi? Yoqdi. Hop, bu aqlli sinfxonamizda yana qanday imkoniyatlar bo'lishini xohlaysan? Xonaga kirganimda havoning spinamni ko'rsatib berishni xohlardim. Albatta. Bu sinfxonaning juda ham imkoniyatlari, kelajak imkoniyatlari juda ko'p. Aqlli eshik, aqlli deraza, aqlli Wi-Fi, aqlli quti, aqlli davomat, hamma narsani bu sinfxonamizda tashkil etishimiz mumkin. Mana ko'rdinglarmi? Hozir sizlarga tushuntirgan narsamni qilishdi. Birinchi qanday ishlashini tushuntirishdi, qanday narsalar ichiga joylashtirganini ko'rsatishdi. Keyin o'quvchisiga ham berib ko'rdi. Nasima opa, mana o'qituvchimiz ko'rsatib, yana o'quvchi ham ishlatib ko'rdi. Mana qo'lini solib ko'rdi, xuddi o'quvchi kirgandek svet yondi. Keyin "Vau, zo'r ustoz" dedi. Shunaqa narsalarni ko'rsata olsanglar, bu loyihangiz odamlarga yoqqanini biz ham bilamiz. Keyin sizga qo'shimcha ballar qo'yishlarimiz mumkin. Yana bitta qiziq loyihalardan bittasi, menimcha mana bolalar o'tiribdi. Anaqa sport, fizkulturani yaxshi ko'rsanglar kerak. Yana qiziq loyihalarimizdan bittasi va unga tayyorlangan demo video. Mana oldingi holat, muammo. Keyin ular yasalgan
Yechim. ozgina turish kerak ekanda o'sha. Turnikka tortilganda avtomatik tarzda to'g'ri tortilsa sanoq hisoblanyapti. Assalomu alaykum. Mana ustozlar, biz turnik nimasida to'g'ri sanoq loyihasini ishlab chiqqan edik. Mana ustozimiz ham shu yerdalar. Birpas turamiz. Mana ustozlar, mana sanog'imiz. Mana endi qilishda undan keyin buni yaxshilab sport zalga ham o'rnatib chiqaringlar. To'g'ri qilib, mana turib bersa hisoblayapti. Mana o'quvchilarga ishlatib ko'rishga ham pul berdi. Bo'ldi, tugadi bu. Boshla. Orada bitta xato qilib berasizlar. Ustozlar, mana bizning loyihamizni tajribasi. Yana kimdir bor edi? Tez qilib yuborgan o'quvchimiz bor edi. Sekin. Mana shunda test qilgandan keyin sezib oldik. Agar tez qilib yuborsa hisoblamaydi, sekinroq qilsa hisoblaydi. Shunaqa muammolar chiqib keladi va shularni videoda ham ko'rsatsangiz, biz ham tushunib olamiz. Qanaqa kuchli taraflari bor loyihangizni va qaysi taraflari ustida ko'proq ishlashingiz kerak bo'ladi kelajakda. Xo'p, undan keyin albatta bu loyihani kim uchun qildinglar? Buni qilganinglardan keyin kimdir ishlatish kerak-ku, to'g'rimi? Prosta tak bunday chiroyli qilib qo'yib qo'ymaysizlar, hamma ko'rgazma qilib, hamma ko'rish uchun. Kimdir ishlatib ko'rish kerak va shu haqida ham o'ylab ko'ringlar. Kim uchun bu loyihani berasizlar? Ya'ni birinchi o'qituvchilarga berasizlarmi? Yo o'zingiz partiyangizga qo'yib qo'yib ishlatasizmi? Yoki ota-onangizga berasizmi? Shu narsalarni ham o'ylab ko'ringlar va albatta shu haqida ham gapiringlar. Mana shu loyihamizni qildik. Endi bu loyihani mana shu bilmadim 7B sinfiga beramiz. Ular test qilib beradi degan narsani aytsangiz, biz sразу tushunib olamiz. Bu o'quvchilar uchun, sinfxonalar uchun yechim va buni kelajagi bor loyiha deb bilamiz. Masalan, kim uchun qilingan? Ya'ni auditoriyamiz nechta ekan? 50 nafar o'qituvchilar bor maktabimizda, 800 nafar o'quvchi bor va butun to'liq maktabga foydasi tegadigan loyiha. Va ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'rinyaptimi yo'qmi? Sal kichikroq bo'lsa kerak slaydda. Oxiriga odamlar nima deganini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Chunki mana kimgadir ishlatib ko'rganini berdingiz, o'rtog'ingizga berdingiz, "Vau, zo'ru, mana bunaqa narsa qo'shsa zo'r bo'lardi" degan narsani ham qo'shib qo'ysangiz, undan ham zo'r bo'ladi. Va albatta kelajak rejalari, buni aytib o'tdim, bu eng muhim slaydlardan bittasi hisoblanadi. Nimaga? Chunki siz bu loyihani kelajagini ko'rayotgan bo'lasiz. Agar siz bu loyihangiz kelajakda qayerda ishlatilishini bila olsangiz va nimalarni bu loyihaga ko'proq qo'sha olishingizni bilsangiz, biz tushunamizki, siz nima qilayotganingizni bilyapsiz va loyihangiz rostdan ham foydali loyiha, kelajakda hammaga yordami tegishini bilib olamiz. Mana misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, hozircha biz prosta Arduinoda yig'ib oldik, dasturimizni, hamma narsa ishlayapti, lampochkamiz yonyapti. Kelajakda lekin chiroyliroq qilish uchun biz 3D printerda korpus yaratishni o'rganmoqchimiz. Korpusni yaratib, hamma Arduino simlarini xunuk bo'lmasligi uchun ichiga solib qo'yamiz deb bunday rasmlarni ham men yerga qo'yib qo'ydim. Shunaqa tushuntirsanglar bo'ladi. Hozircha mana bu bor. Kelajakda mamnunga aylanishi mumkin deb ko'rsangiz, biz o'sha potensial deymiz, loyihangizni potensialini tushungan bo'lamiz. Va keyin kengaytirish, masalan, hozircha o'zim ishlatyapman, ertaga 5 ta o'rtog'imga beraman. Bir oy ichida butun sinfimizga qo'yamiz shu loyihani va zo'r ishlaydi deb bizni ishontira olishingiz kerak. Va shu bilan hamma narsa loyihamiz tugaydi. Xo'p, bu yerda taqdimot sirlari bor. Bu ko'pincha prezentatsiya, ya'ni mana bunaqa slaydlar qilgan odamlar uchun, lekin sizga ham foydali bo'lishi mumkin. Slaydlar emas, o'zingiz loyihangizni gapirib berayotganingizda
100% energiya bilan tushuntirishga harakat qiling. Chunki agar siz loyihangiz bilan yonmasangiz, ko'zlaringiz yonib turmasa, biz ham qiziqmasligimiz mumkinda. Chunki odamga siz o'sha energiyani yetkazib berishingiz kerak. Loyihangizni qanchalik yaxshi ko'rishingizni, loyihangizga qanchalik ishonishingizni biz sezishimiz kerak. Menimcha shu eng asosiy elementlardan hisoblanadi va albatta sizlarga o'qituvchilar vazifa beradi, ya'ni 2 daqiqadan oshib ketmasin, mana bunaqa bo'lmasin, mana bunaqa narsalarni tushuntirib ber degan narsalarni albatta nazarda tutinglar va hozir yana sal o'tib tushuntirib beraman nimalarni ko'rsatishimiz mumkinligini. Umuman qilib aytganda, siz qanday qilib taqdimot qilishingiz kerak? Masalan, aqlli qo'ng'iroq yasatgan bo'lsangiz. Hammaga assalomu alaykum. Biz bugun EduSync aqlli qo'ng'iroq loyihasini yaratdik. Mana bizning chiroyli logoyimiz. Bu qanday muammoni yechadi? Tasavvur qiling, har kuni bizni ustoz butun kunini qo'ng'iroq chalishga sarflaydi. Ba'zida qo'ng'iroqlarimiz kechikishi mumkin, ustozimiz charchab qolsa, ba'zida ustozimiz darsga kirmasligi mumkin, shu navbatchilikda deb. Shuning uchun biz o'qituvchilarimizni hayotini osonlashtirish uchun shunday loyihani yasamoqchi bo'ldik. Yechim tarzida biz Arduino'ni ishlatib avtomatik ravishda chalinadigan aqlli qo'ng'iroqni yasadik. U uchun bizga kerak bo'ldi Arduino Uno, bazer, breadboard va simlar. Funksiyalarimizda avtomatik dars jadvali bor va moslashuvchan vaqt sozlamalarini qo'shishga harakat qildik. Mana bu bizning demo videomiz. Loyihamiz shu tarzda ishlaydi. Shu narsalar ko'rib turganingizdek hamma narsa ishlayapti. Buni endi kim uchun qildik? Maktabimizda 50 nafar o'qituvchi bor. 800 tadan ko'proq o'quvchilar bor va butun maktab ma'muriyatiga kerak bo'ladigan loyiha qilishga harakat qildik. Odamlarning fikrini ham so'rashga harakat qildik va matematika o'qituvchimizdan loyihamizni ko'rsatganimizda ular aytdiki, navbatchilikdan qutulsam shunaqa kunim shunaqa mazza qilgan bo'lardim, ko'proq vaqtimni o'quvchilarimga sarflardim degan narsani bizga aytdi. Va biz shu loyihani o'qituvchimiz uchun ham sinflarimizda qo'ymoqchimiz. Hozircha ko'rib turganingizdek bizda faqat ekranimiz bilan kolonkamiz ishlayapti. Lekin kelajakda buni yaxshiroq qilish uchun biz 3D printerlar bilan qanday ishlashni o'rganyapmiz. Chiroyli korpus yasab, unga naqshlar ham chizmoqchimiz. Va umid qilamizki, hozircha biz buni test qilib sinfxonalarimizda ishlatishimiz mumkin. Lekin keyinchalik 3 oy ichida butun maktabga yasab beramiz. Katta rahmat eshitganinglar uchun. Savollaringlar bo'lsa, eshitib qolamiz deb tushuntirib berishinglar kerak bo'ladi. Umid qilamanki, qisqa vaqt ichida ko'rsatib berishga harakat qildim. Ba'zi joylarini o'zingizlarning loyihalarga qarab, qayerdadir ko'proq gapirishinglar mumkin, qayerdadir kamroq. Lekin sizlarda videolar xuddi men hozir boshidan tushuntirib berganimdek ko'rinishda bo'lishi kerak. Xo'p, oxirrog'iga o'tadigan bo'lsak, taqdimotni, ya'ni videoni tayyorlashdan oldin sizlar nimaga ahamiyat berishinglar kerak? Hajmi ko'p bo'lib ketmasin. Ko'p gapiravermang, bitta narsani qaytarib gapirmaslikka harakat qiling. Ikkinchi eng asosiysi, loyihangizni boshqalardan ajratishga harakat qiling. Ya'ni nimani qo'shsangiz, siz loyihangiz boshqalardan chiroyliroq, qulayroq, arzonroq bo'lishini o'ylab ko'ring. Uchinchisi, uskunani olib kimgadir ishlatishga berib qo'ying. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Kimdir ishlatib ko'rsa, o'zini fikrini aytsa, biz ham ko'proq ball qo'yamiz bunga. Va oxirgisi, taqdimotni albatta kim bilandir mashq qiling. Bu sizni o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin, ota-onangiz bo'lishi mumkin. Mana yasab ko'rdingizmi? Dada, keling sizga tushuntirib beraman. Mana bu loyiham qanaqa ishlashi haqida. Ha, qani eshitaylikchi.
va xuddi shu men aytgan narsani boshidan tushuntirib berasiz. Keyin dadang sizga savol berishi mumkin. Bu o'zi kim uchun qilding? Nima foydasi bor? Buni qanaqa qilib yaxshilasak bo'larkin kelajakda deb o'zini fikrlarini aytadi va xuddi shu narsalarni ham siz loyihangizga qo'shishingiz mumkin yoki siz ham prezentatsiya qilgan paytingizda boshqa odamlar sizga shu savollarni berishi mumkin.